Namangan viloyati Uyich tumaniga yetib kelganmiz. Naves xizmatlari inshaalloh. Ushbu navesimiz Namangan viloyati Uyich tumaniga qo'yib berdik, chiroyli qilib. Xudo xolasa juda ham cho'tki chiqdi qadrdonlar. Bu navesimizni svetini mokriy asfalt svetga sepib berganmiz. Stenkalari, listlarimiz stenkalari 2 lira qilib berganmiz. Tepada leksanlarini mokriy asfalt svetda и Beralux rossiyskiy leksan yopib berganmiz. Bu tomonda mashinalar uchun chiroyli qilib navesan qilib berganmiz. Akamiz uyni ko'ryapsizlar, katta, fayzli, juda ham chiroyli xonadon. Akamiz navesni ko'rib turib, ukalarim endi bu tomonga qilib yuboringlar, bo'lmas ekan deyaptilar. Xudo xolasa bu tomonga ham endi bu tomonga ham cho'tki qilib naves qilib yuboramiz inshaalloh. Zo'r qilib. Ichida gul navesimiz ichida dizaynlarga e'tibor beringlar qadrdonlar, juda ham chiroyli chiqdi. Mo so'riga podlitso qilib, chiroyli qilib, so'riga zo'r qilib gullarni mosladik. Xudo xolasa. Xullas tiniq chiqdi. Akamiz men o'ylaganimdan ham chiroyli chiqdi deb maqtadilar. Allohga shukr. Robbimga shukr. Ishlarimiz juda ham chiroyli qilib, go'zal qilib ko'rsatyapti qadrdonlar. Kimga shunaqa chiroyli naves xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqsanglar ham, xudo xolasa zo'r qilib, cho'tki qilib qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Ish sifatiga bexijolat. Bizning xizmatimizda darvoza, naves, kaziroy, perila, panjara hammasi bor. Temir sohasida borki, hammasi bor. Inshaalloh zo'r qilib beramiz qadrdonlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Kvadratiga qarab bo'ladi. Pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.